Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Dekir Minecraft va xush kelibsiz mening yangi videomga. Bugungi videoda biz sizlar bilan mana bu o'zbek server ochishni o'rgataman. Agar shu videoning tagiga 100 ta yig'ib bersangiz, mana bu serverni ham ochishni o'rgataman. Xo'p, mayli, bu yerga kiramiz. Xo'sh, server name. Xo'sh, bu yerga bir daqiqa. Bu yerga server so'zini yozasiz. IP. Xo'sh, bu yerga 142.132.203.47 deb yozing. 7 yozilmay qolibdi. Voy, nimagadir chiqmayapti-ku. Bu yerga 47 deb yozish kerak edi. Xo'sh, bu yerga esa 315.11 deb yozing do'stlar. Xo'sh, bu yerda mana bunday yozib chiqdi menda. Sababi menda serverning o'zi bor. Xo'sh, mana shunday holda paydo bo'ladi. Xo'sh, kiramiz va shunaqangi oddiy buyomda paydo bo'lasiz. Qani chiqib ketamiz. Xo'sh, qani va mana shunda server paydo bo'lgan bo'ladi do'stlar. Serverga kiramiz. Xo'sh, bu yerga kelganimizdan so'ng bu yerda register deb yozish kerak. Xo'sh, bunday deb yozmasangiz bu yerda yurishning iloji yo'q. Xo'sh, shuning uchun ham bu yerda xo'sh, qani bo'la qol bunaqangi chiziqcha. Xo'sh, register va bu yerda o'z parolingizni yozasiz. Masalan, ismingizni yozib qoldiring. Nimadir bo'ldi do'stlar. Xo'p, mayli, qaytadan kiramiz. O'z parolingizni yozgandan so'ng qani bola qolsangchi. Nimagadir ishlamayapti do'stlar. Xo'p, mayli, bir daqiqa kuting. Hozir. Xo'sh, va endi register yozgandan so'ng login deb yozasiz va bu yerga o'z boyagi registerdagi parolingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, mayli. Xo'p do'stlar, loginingizni yozib bo'lgandan so'ng mana shu yerdan paydo qiladi. Bu yerda har xil yozuvlar bor. O'zim ham o'qitganim yo'q. Siz o'qisangiz o'qing. Xo'sh, va mana shunaqangi joydan paydo qiladi. Ammo bu sizga kerak emas. Bu yerda ko'p ham qolib o'tirmang. Xo'sh, qani la'natda yana shu muammo jonga tegdi do'stlar, rosti jonga tegdi. Voy la'nat, nima qilish kerak? Xo'sh, hozir mana do'stlar, bu mening do'stim, uning ham YouTube kanali bor. Xo'sh, qani bo'la qol. Mana shunaqangi chiziqcha va hub deb yozasiz. Va sizni mana shu joydan paydo qiladi. Bu yerda skyward do'stlar. Bu tarafga boramiz do'stlar. Biroz kuzdan sababi muhim ishim bor edi. Bu yerda anaxlar do'stlar. Bu yerda skyward. Bu yerda oksigenli bitta to'yqi joylar va bu yerda esa to'yqi joylar. Bu yerga kiramiz do'stlar. Kirganimizdan so'ng mana shu yerda boshqa yozib bot enter deb yozing faqat.
Bu hozir bir daqiqa. Har doimki muammo do'stlar. Buni bosamiz. Bot enter deb bossangiz bo'ldi. Birinchi soniyadan shunday ekran qoladi. Va bu yerdan sizga play qiladigan birinchisidan olmasdan xohlasangiz bu yerda playerlar bilan jang qilishingiz mumkin bo'ladi va bundan boshqa u hozir bot bilan jang qilyapti. Ya'ni bu NPC do'stlar. NPC bo'lsa ham juda ham kuchli NPC bo'ladi. Bularning kuchiga qarang do'stlar. Bulardan foydalanishni istayman xolos. Bularni o'ldirsangiz pul to'plashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. La'nati tushib ketdim. Mayli do'stlar. O'lsangiz yana shu joydan foyda olasiz. Serverga keling. Xo'sh, menda hozirchalik atiga mingtagina pulim bor. Mayli, hech qisi yo'q. Hammaga xayr do'stlar. 100 talakdan so'ng men boshqa videoni qo'yaman, ya'ni boshqa serverda ochishni o'rgataman. Hammaga xayr.